Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 6-darsimizga xush kelibsiz. 6-darsimizni boshlashdan oldin 5-darsdagi ayrim atamalarni aytib ketishimizga to'g'ri keladi. Esingizda bo'lsa, 5-darsimizda quyidagi belgini o'tgan edik, hamda aytgan edikki, ushbu belgi arab harflarining ustida keladi, hamda agar so'zning oxirida kelsa to'xtashni bildiradi degandik. Misol uchun gal, fil va gul deb misollar tushuntirgan edik. O'tgan darsimizda biz so'zning oxirida kelishini o'rgangandik. O'sha o'rgangan narsamiz birinchi xossa edi. Bugun esa ushbu belgi endi so'zlarning o'rtasida ham keladi. Shuni o'rganamiz. Ya'niki qarang mana. Birgalikda o'qib ko'ramiz. R, U, Ch. Ruch. Agar so'zning o'rtasida quyidagi belgi kelsa, bu o'zbek tilidagi bo'g'im ajratishga teng bo'ladi. Masalan, nimadir bo'g'imlab o'qiymiz-ku? Maktab, ruchka, parda, minbar. Mana shunaqa so'zning o'rtasida kelsa to'xtashni emas, aksincha bo'g'im ajratib o'qishni, ya'niki so'zlarning to'g'ri talaffuzini bildirish uchun bo'g'im ajratishni bildiradi. Endi keling birga o'qib ko'ramiz. R, U, Ch. Mana quyidagi belgi kelyapti. Shu yerda bir to'xtab bo'g'im qilib keyin o'qiymiz. Ruch, K, A. Shunda ruch, K. Endi bunisini o'qib ko'ramiz, qarang. P, A, R. Quyidagi belgi kelyapti, bo'g'imni bildiradi. Par, T, A. Demak, par, T. N, U, X. Nuh, T, A. Nuh, T. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, quyidagi belgi demak so'zning o'rtasida kelsa, o'zbek tilidagi bo'g'imlab o'qishni bildiradi. Mana qoida sifatida yozib qo'ydik. Ushbu belgi so'z o'rtasida kelsa, bizdagi bo'g'imlab o'qishga to'g'ri keladi. Endi boshdan o'qib ko'ramiz. Ruch, K, par, T, nuh, T. Shu holatda o'qiladi. Endi keling, sal yana ko'proq misollar bilan o'qib ko'ramiz. M, A, K. Mak, T, A, B. Shunda maktab. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. M, A, D. Mad, R, O, S, A. Shunda madrasa. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. M, I, N, min, B, A, R. Shunda minbar. N, U, S. Nus, R, O, D. Shunda nusrod. Bugungi o'rganganimiz quyidagi belgi so'zning o'rtasida kelsa, bo'g'imlab o'qishni bildirar ekan, so'zning oxirida kelsa to'xtashni bildiryapti. Shuning uchun bu maktab deb o'qilyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Sizga uyga vazifaga birinchi bo'lib, mana 6-darsni birinchi varog'ini yozasiz. Buni yozib bo'lganingizdan keyin ikkinchi varog'ini yozasiz. Bularni yozib bo'lganingizdan keyin o'zingiz mana hozir ko'rsatib berganimizdek bir 5 ta so'z yozib mashq qilib ko'rasiz. Hamda ushbu darsni qanchalik tushunganligingizni aniqlash maqsadida quyidagi testni ham yechib ko'rasiz. Har doimgidek qanday o'qiladi deb nomlanadi. Quyidagi so'zimiz berilyapti. A variant minbar deb o'qiladi. B variant masjid deb o'qiladi. S variant maktab deb o'qiladi. D javobda esa to'g'ri javob yo'q degan javoblar mavjud. Javobingizni har doimgidek videosida yozib qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa uyga vazifalarni jo'natayotganda testni javobini ham jo'natsangiz bo'ladi. Keyingi darsimiz 21-iyun soat 21:00